Men keyingi safar borganimda Ka'bada yotib qolib namoz o'qiyman, Xudo xolis. Hurmatli yurtdoshlar, agar sizga umra ziyoratlari nasib ro'za aylasa, Ka'balarda qolib namozni o'qish nasib ro'za aylasin. Hech qachon joylarda qolmanglar. Biz bir kun ham qoldirmadik. Har kuni Ka'bani borib ziyorat qilib, Ka'bada namoz o'qishlikni nasib etdi. Bomdod namozini o'qib kelganimizdan keyin, ozgina yuvinib dam olganimizdan keyin peshinni borib o'qidik. Peshinda qoldik o'sha yerda. Asrni o'qidik, asrda qoldik, shomni o'qidik, xuftonni o'qidik, keyin qaytib yo'lga tushib keldik. Bemalol insonlar hech qaysi bir-biringizga tegmaydi. Hamma toat ibodatda shug'ullanar ekan. Hech narsangiz yo'qolmaydi. Yo'qoladigan narsangizni faqat tozalab shundoq musorga tashlaverar ekan, shuning uchun topilmas ekan narsalaringiz. Hech kim hech narsa bilan ishi yo'q, faqat Allohning roziligi yo'lida, Allohdan niyat qilish, Alloh yo'lida namoz o'qishlarni nasib ro'za aylar ekan. Lekin gastinsada qolmasdan iloji boricha shu Alloh nasib ro'za aylagan shu Ka'batullohlarda, payg'ambarimiz ravzalarida namozlarni ko'p to'la to'kis o'qib kelishlikni barcha o'zbekistonliklarga nasib ro'za aylasin va o'zingizlarga shior qilinglar. Shu Ka'balarga borib shunaqa joylarda shunaqa o'qiyman degan niyatlan qilinglar. Men keyingi safar borganimda Ka'bada yotib qolib namoz o'qiyman, Xudo xolis.